Dollari borlarga shoshilinch xabar. O'zbekistonda ertaga dollar va rubl kursida keskin o'zgarish bo'ladi. Kurslar rekord darajada o'zgaradi. Yangi yil arafasida dollar yig'ib, dollar ishlatmoqchi bo'lib turganlar barcha xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 25-dekabr kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, rubl kursi o'zgarishsiz qoldi va 153,71 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi 26,46 so'mga oshib, 14.237 so'm bo'ldi. AQSh dollarining kursi 15,27 so'mga ko'tarilib, 12.067 so'm bo'ldi, deyiladi xabarda. Azizlar, videoroliklarimiz keng tarqalib, barcha fuqarolarga yetib borishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang.